Bugun Koreyada 12 soat bir tiyin pulsiz va uysiz yashayman. Nima deb o'ylaysiz, buning imkoni bormi yoki-da yo'q? Videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Qani unda qiziqarli videomizni boshladik. Koreyada pulsiz yashashim kerak. Qirol Sejong Koreyani shu nima desa bo'ladi, mashhur qirollardan bittasi. Bu tomonda uzoqda bilmayman kim ular, Jumoymi bilmayman. Bu bratimizni to'g'risi tanimayman men. Men asosiy hozir qilishim kerak bo'lgan narsa to'g'riga Gyeongbokgung Palace'ga ketishim kerak xullas. Eshitganinglardek, kunimiz xuddi shu qirol saroyi, ya'ni Gyeongbokgung Palace'dan boshlandi. To'g'risini aytganda bunaqa qilib valdirab sizlarda vaqtinglar doim kelmadi, shuning uchun videoni qisqartirib yubordim. Va shu joyda sizlardan uzr so'rashim kerak. Video davomida futbolkamni zamoga mikrofonga tega urib ovoz sifatini juda ham rasvolab tashabdi. Va nihoyat saroyga ham yetib keldim. Lekin endi qanday qilib pulsiz tekinga bu joyga kirishni o'ylashim kerak edi. Nima betdan chip torttirib ichkariga kirish kerak ekan. Shunaqa qiziq. Men betga kelib turaylik, bir gap bo'lar. Boshida xuddi shunaqa hayajon bo'ldi. Boshqa odamlardan kirish uchun chipta sotib olib berishlarini so'ramasdan juda ham uyaldim. Aylanib, yoqqa o'tdim, bu yoqqa o'tdim va shu jarayonda ko'zim bitta narsaga tushib qoldi. 7dan 18 yoshgacha bo'lsa tekin ekan deb qo'yibdi. Shu joyda o'qigan narsamga unchalik e'tibor bermasdan endigina orqaga qarab ketayotgandim. Birdaniga menga ham tekinligi miyamga chaqib qoldi. Hozir aytishyaptiki, pasportingni ko'rsatsang, senga tekinga beramiz deyishyapti. Kakras pasportim oldim deydi. Shunaqa paytda foydasi degan. Shu joyda sizga savol, nima deb o'ylaysiz? Yoshim nechida? Kommentariyada yozib qoldiring. Va mana saroyga ham kirib oldim. Kirishim bilan saroy hovlisida xuddi shunaqa hanbok, ya'ni Koreyaning milliy libosida rasmga tushib turgan turistlar juda ham ko'p ekan. Ularning oldidan sekingina o'tib, ichkarida qiziqroq narsa qidirib ketdim. Eng qiziq, hali men kechga ovqatni topishim kerak. Hali juda ham ko'p qiziqarli narsalar kutyapti. Nima bo'ladi o'zi? Yashar ham yo'qmi? Nima deb o'ylaysizlar? Mana bu yerda ham hali ko'p joylari bor ekan bu yerda. Ana yerda qiziqarliroq nimadir bor ekan. Soju Barn House. Nima deb o'ylaysizlar? Men o'ylashim bo'yicha bu yerda qanaqadir ichkilik va shunga o'xshagan narsa bo'lsa kerak. Ichkariga qaraganda ahvoli shunga o'xshayapti. Umid qilamanki, faqat shunaqa zerikarli joylar emas bu yerda. Yoshlar olib kelib nimadirlar o'rgatyapti gaplashib. Ichkarida xuddi shunaqa yashil bog'lar va Koreyaning eski uylari bor ekan. To'g'risi, bu narsalar unchalik menga qiziq bo'lmaganligi uchun sizlarda ham ortiqcha vaqtinglarda oyim kelmadi. Shuning uchun juda ham ko'p kadrlarni kesib yubordim, ba'zilarini bo'lsa shunchaki tezlashtirib yubordim. Rozi bo'lasizlar degan umiddaman. Bu qilgan yaxshiligim uchun albatta videoga like bosib qo'yishingiz shart. Bu yerda orqamda xuddi shunaqa ko'l bor ekan xolos. Bu tarafda hozir yana qanaqadir saroy bor ekan, unga ham o'tamiz. Mana bu yerda chiroyli ko'l. Va bu yerda ham yana nimadir bo'lsa kerak.
Bu joy shaharda chekkasida bo'lganligi uchun ko'rdinglar o'zinglar, butun shahar bu yerdan ko'rinib turar ekan. Вообще zo'r, chotki. Endi naryoqda qanaqadir kattaroq saroy bor ekan, o'shanga borishga harakat qilib ko'raman, kirishga harakat qilib ko'raman. Kirsam kira olaman. Agar kira olmasam, keyingi joydagi, keyingi lokatsiyamizga borsak ham bo'ladi, bemalol. Keyingi boradigan joyimiz qayt bo'ladi. Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Mana shu qanaqadir bino, saroy kattagina. Kim biladi bu joy qanaqa joy mana? Orqa fonda bemalol ko'rib turibsizlar menimcha. To'g'risini aytganda bu joyga sheriksiz yokida Koreyaning milliy libosi hambuksiz kirish juda ham mantiqsiz ish ekan. Nimaga desangiz, bu narsalarsiz bu joy juda ham zerikarli bo'lib qoladi. Agar betga shu ikkita narsasiz keladigan bo'lsangiz, xuddi menga o'xshab etga o'tasiz, betga o'tasiz, oxiri bo'lsa ketib olasiz. Xullas, gapni qisqasi bo'ldi. Bu yerda qiladigan ishim qolmadi. Ko'proq joyga borishimiz kerak, tekinga, lekin ko'proq joyga yetib borishimiz kerak. Shuning uchun bu yerdan chiqib ketamanda keyingi lokatsiyalarni qidirib qaytga borsam bo'ladi, bu yerga qayta yaqin. Shularni o'ylab, xullas endi boshqa joyga, boshqa lokatsiyaga ketishimiz kerak. Saroyga qaytdan kirgan bo'lsam, xuddi shu joydan yana qaytib chiqdim-da, keyingi lokatsiya, ya'ni Han daryosi bo'yiga qarab 2 soatlik piyoda yo'lga otlandim. Shunaqa katta shaharda bo'lsang, lekin cho'ntagingda bir tiyin pul bo'lmasa ham tiyin. Davr to'la. Bu men cho'ntagimda bir tiyin pul yo'q, lekin yashashim kerak bir kun davomida. Lekin shunaqa joydaman. Va nihoyat 2 soatlik piyoda yo'ldan keyin Han daryosi bo'yiga ham yetib keldim va kelgunimcha уже sunset, ya'ni quyosh botishi ham boshlanib bo'lgan ekan. O'sha kuni yakshanba bo'lganligi uchun atrof to'la odam, hamma piknik qilishga chiqqan. Men bo'lsa bitta mikrofonni ushlab sizlarga bir nimalar deb valdirab turibman. Mikrofon haqida videoni boshida sizlarni ogohlantirganligim uchun bu joylarini kesib yubordim to'g'risi. Qaytga borsa bo'ladi. Eng qizig'i hali bu yerda qolib ketmasligim kerak. Mana o'rtoqlar, Han daryosini bo'yidaman. Yetib keldim. Kamera ham men bilan. Qaytga qarasam qimirlaydi, lekin bundan bir tiyinlik foyda yo'q, chunki cho'ntagimda bir tiyin pul yo'q. Hali ovqatlarni hal qilish kerak, boshqa narsalarni hal qilish kerak. Haligacha menda bir tiyin pul yo'q, lekin bundan keyingi plan bor. Birinchi Hongdaega boramiz. Hozir bu yerda ozgina o'tirib, ozgina telefonda zaryad qilgan joyim topishim kerak. Metromi yoki qanaqadir avtobus stansiyasini topib turib, telefonda zaryadga olishim kerak. Undan keyin bo'lsa Hongdaega boramiz. Hongdaedan chiqib, keyin Myeongdongga. Shunaqa gaplar. Videoni kuzatib boringlar, davomini o'zingizlar ko'rasizlar. Rostdan ham video davomida bizni juda ham qiziqarli challengelar va voqealar kutyapti. Videoni oxirigacha ko'rasizlar degan umiddaman. Agar siz shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta like bosib qo'ying. Ha, aytgancha, obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Tezroq 10 mingta bo'lishimiz kerak. Videoga qaytadigan bo'lsak, telefonimda zaryadi juda ham kam qolganligi sababli ortiqcha videoga ola olmadim va keyingi manzil Hongdae Streetga qarab to'g'ri yo'l oldim. Nihoyat o'rtoqlar, mana Hongdaega ham keldim, vashta charchab ketdim. Qorong'u ham tushib bo'ldi, endi o'zi yegan ovqat topish kerak bu yoqqa. Hattasam meni kamera. Faqat o'zi yegan ovqat ham topish kerak, pul qo'yish kerak. O'ylab qo'ygan ideyalarim bor. Xudo pul ham topamiz, ovqat ham topamiz, hamma narsani topamiz. Xo'ras, men dedim. Eshitganingizdek, Hongdaega kelishdan asosiy maqsad pul va ovqat topish edi. Nima deb o'ylaysiz? Men bu narsani eplay oldimmi yoki yo'q? Kommentariyada yozib qoldiring va videoni oxirigacha ko'rish ham esdan chiqmasin. Ko'cha to'la street food, lekin men birortasini ham olib yemayman, chunki pulim yo'q. Lekin aytganimdek ideya bor. Hozir prosta sal ichkariga kirsam, odam ko'proq joyga borsam bo'ldi. Bu yerda birorta mashina o'tkazib yubordilar. Hozir odam ko'proq joyda topish kerak iloji boricha. Любой joyga qarab ketyapman, bilganim yoqqa ketyapman. Ketyapman, ular shuni bilaman. Bu yerda odam ko'p ekan lekin. Cho'ta qanaqadir nimadir bo'lyapti, bilmayman.
Bo'yab olgan ikkita erkak o'ynayapti. Bu bilan bitta opa birolar addush olyaptilar. Opa addush ashulatyaptilar, bilmayman, tushungani yo'q nefiga. Menga muhimi hozir odam topishim kerak. Ana shu tarafda odam ko'pga o'xshab ko'rinyapti. Xullas, shu tomonga qarab o'tib ko'rmoqchiman. Nimadir imkon bo'ladimi yo'qmi? Senga o'zi odamlar nimaga kerak degan bo'lsanglar, alohida turgan odamlar oldiga borib, men oldimda bir dona bo'lgan konfetni xohlagan summalariga almashtirmoqchi edim. Odam ko'p, demak nimadir qilsa bo'ladi. Odam lekin rostdan ertadan ko'ra anchagina ko'p. Ozgina yurib, odamlar ko'payishi bilan yo'l chetida turgan bolalar oldiga borib, ulardan yordam so'ramoqchi edim, lekin ular ingliz tilini bilmaymiz deb javob berishdi. Keyin iloji yo'q, yana odam qidirishga tushdim. Va nihoyat 4 yoki 5-urinishdan keyin Hello guys, do you know English? Oh, little. Little bit. I'm a YouTuber. Yeah. I'm doing challenge right now. Challenge. Yeah, challenge. Yeah. I have to live in Seoul Seoul. one day without money. Yeah. Without no money. Yeah. You don't have money? Yeah. Okay. Yeah, in challenge, I have to live in Seoul for one day without okay. money. 서울 living one day, but money no challenge. Yeah. 돈 없이 서울에서 하루 살기 챌린지. 하루 더? Yeah. 본거 Yeah. 유튜브에서? Ko'ramiz hozir o'xshaydimi yo'q. What present? xullas bu bolalar, ha, biz senga yordam bera olamiz, faqat bizda naqd pul yo'q, senga faqatgina karta orqali tashlab berishimiz mumkin deb aytishdi. Voy, qiling. Agar karta oladigan bo'lsam, men ko'chada ovqatlana olmayman. But thank you guys for your support. Thank you very much. Bye bye. Yeah, bye bye. Thank you. No, bu ham bo'lmadi. To'g'risi shu pullar kartada ekan, naqd pul bizda yo'q deyishdi. Endi agar kartada olsam, sal net bo'lib qolardi. Shuning uchun ko'timni qisdim. Shunday qilib yana 10 ga yaqin odamlarning oldiga bordim. Lekin ularda juda ham ko'pchiligidan shunchaki men ingliz tilini bilmayman degan javobni oldim. To'g'risi buni meni videoga olib turganimni ko'rib, uyalganidan shunaqa deb javob berishdi deb o'ylayman. Boshqalar yordam berishni istasa ham, lekin pullari kartada bo'lganligi uchun buni iloji bo'lmadi. Men ham kimnidir topdim. Sorry girls, do you know English? Yeah. Va bu qizlarga ham odatdagidek YouTube challenge qilayotganimni aytib, challenge haqida batafsil ma'lumot berdim va ular bo'lsa meni konfetimni 1000 wonga olishga rozi bo'lishdi. To'g'ri, bu pul unchalik katta bo'lmasa ham, lekin har holda birinchi savdo bor edi. Nimada bo'lasizlar? Nima qilsa bo'ladi? Keyin esa ulardan obunachilarim, ya'ni sizlar uchun o'zbek tilida salom aytishni so'radim. Ular esa, "Xo'p, faqat obunachilaringga ayt, shu videoga like bosib, senga obuna bo'lishni unutmasin" deb aytishdi. Is it possible? Yeah, but I don't know the English. No, I meant like the language. In Uzbek, hello is salam. Assalomu alaykum. Assalamu Assalam alaykum. alaikum. Yep. Okay, assalamu alaikum. Yeah. All right. 1, 2, 3. Assalomu alaykum. All right. Thank you very much. No, xullas birinchi pochim bor. 1000 won bor. Mana ko'rsanglar bo'ladi. 1000 koreys woni. Yes sir. Endi buni ham men qilaman. Ko'ramiz. O'xshaydimi yo'qmi, ko'ramiz. Ko'rdinglar o'rtoqlar, aynan sizlar uchun men koreys qizlariga salom ayttirdim. Bu uchun albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Aytgancha, agar kimdadir Instagram bo'ladigan bo'lsa, mana meni Instagramim, bemalol bu joyga o'tib ham obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. Qayta o'nlab rad javoblardan keyin va nihoyat rozi bo'ladigan odamlarni ham yana topdim.
Yo, guys, do you know English? What? Do you know English? Yeah, no. I'm Oh, recording a little myself. bit. Yeah, it's okay. Yeah, I'm a YouTuber. Yeah. Yeah, I'm a YouTuber. I'm doing a challenge right now. Challenging. Yeah, challenge. What challenge? I have to leave Seoul for 1 day without money. Without money. Without money, yeah. I have no money. 돈 없이 하루 But I have to make money. Now I have 1,000 won. Can you change it? Yep. Can you give it for free? Yeah. Okay. 사탕 줘, 사탕 줘. 사탕이요? 이것도 같이. What's it? Yeah. It's Wallet. a wallet. Yeah, wallet. So, thank you. Can you say to my subscribers, I'm from Uzbekistan? Pakistan? Uzbekistan. Uzbekistan. Yeah. Can you say hello in Uzbek, in our language? It's no, privet, not privet. Assalamu alaikum. Assalamu Yeah. alaikum. Yeah. Yeah. I say 1, 2, 3, and we have to say assalamu alaikum. Yeah. 1, 2, 3. Assalamu Assalamu alaikum. Thank you very much, guys. What's your YouTube name? I can spell it. Mana bularga ham sizlar uchun maxsus o'zbek tilida salom ayttirdim va oxirida bular bilan juda ham yaqin bo'lib ketdik. Hattoki YouTube kanalimda nomini so'rab, kanalimga obuna ham bo'lib qo'yishdi. Bu koreyslarda meni kanalimda kirib ko'rgandan keyingi reaksiyasini ko'rishingiz mumkin. Wow. 야 I'm popular? Oh, you're famous. Yeah, bro. 유튜브 출연하냐고 Kanalimdagi obunachilarni ko'rib, sen juda ham mashhur ekansan deb meni maqtab ketishdi. Lekin siz bo'lsa menga haligacha obuna bo'lmagansiz mazgi. Tezda obuna bo'lib qo'ying. Yep. You can say. I Yeah. really want to be on your YouTube. Yeah. You can say what you want. Yeah. You can say what you want for my followers. Yes good Welcome to Korea. Yeah. Have a nice day. bye bye Thank you very much, guys. Yeah. Thank you very much. Xullas, har holda nimadir bo'ldi. Snack oldim. Endi snackda men challenge qilsam bo'ladi. Wow. Yes sir. Nimadir o'xshadi har holda. Nimadir o'xshadi. Vashti lekin ikkita snack berishdi. Terlab ketib qoldim. Ikkita snack berishdi. Bitta wallet xullas kashlog berishdi. Uni men qayerdan challenge qilsam bo'ladi? Men tanlab, meni ko'r qani. Zo'r. Hozircha hammani ketyapti. Shu pulni ham qanchadir summaga misol uchun change qilsam bo'ladi. Lekin ming afsuski, uje bu joyga kelganda meni qo'limdagi stabilizatorda ham, telefonda ham zaryadkasi tugab qolgan ekan. Iloji yo'q, boshqa videoga ola olmadim va vaqtim o'zi kech bo'lib qolgani uchun to'g'ridan-to'g'ri Myumdonga qarab yo'lga chiqdim. Yo'l bo'yi telefonimda zaryadkasini Power Bank orqali bor yo'g'i 30 yoki 40% ga to'ldirib oldim xolos. Xullas, bir nima qilib Myumdonga kelib oldim. Soat 10 bo'ldi. Vashi bardak. Nimadir qilish kerak endi. Bu yerda odam vashi ko'pga o'xshaydi. Kimdir to'xtatib gapirishdi o'zi muammo. Bunga sabab odam ko'p bo'lgani bilan deyarli hamma shopping uchun yokida street food uchun kelishadi. Kimga qarasangiz narsa yeyapti, kimdir bo'lsa narsa olyapti. Bu ko'chani uzunligini ko'rmasanglar bo'lmaydi. Qaranglar, oxirigacha bu ko'chani oxiri yo'q pastda. Oxiri yo'q bu ko'chani, oxiri yo'q. Xullas gapni qisqa qildim-da, yana odam qidirishga tushdim. Hello guys, do you know English? Yeah. I'm a YouTuber. Yeah. I'm doing challenge right now. Okay. Living in Seoul 1 day without money. Okay. Afsuski, bularda ham pullari kartada ekan, shu sababdan yana iloji bo'lmadi va yana odam qidirayotganimda to'satdan o'zimizni SNG davlatlaridan kelgan odamlar yig'ilib qo'shiq aytayotganini ko'rib qoldim. Like you always
Pul topmaganga yarasha shunaqa konsertlarni ko'rib turay dedim, bo'lmasam. Xullas o'rtoqlar, videoni shu joyda tugatishga majburman. Hammalarga rahmat videoni ko'rganingiz uchun, chunki zaryadkam juda ham kam qoldi mana. Videoda aytilganidek 12 soat Koreyada pulsiz yashadim. Lekin ko'rdinglar o'zingizlar, unaqa katta rezultat bo'lmadi, lekin shunga yarasha gapirsa bo'ladigan rezultat. Lekin keyingi safar albatta ko'proq tayyorlanib kelaman. Mana shunaqa cho'pa-cho'ps. 12 soat davomida, 12 soatda ham oxirgi qismida. Bitta bunaqa bir nima kashelok. Mingwon. Bu ham xannas. Bilmadim. Xullas keyinroq keyingi safar ko'proq tayyorlanib video olishga harakat qilaman albatta. 12 soat emas, 24 soat, 48 soat Koreyada pulsiz yashashga harakat qilaman keyingi videolarda. Qo'llab-quvvatlaysa degan umiddaman. Like bosib, kommentariy yozib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. To'g'risi, настроение ham tushib ketdi. Aytadigan nimadir qila olmadim. Даже pulam yo'q, yeydigan narsa ham yo'q, hamma narsa rasvo bo'ldi. Hammaga rahmat oxirgacha ko'rganlarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.